Annyeonghaseyo yolun, Onurlu Jamshid Seminglar. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun koreys tilida biz o'rganadigan narsamiz, birinchi o'rganadigan narsamiz harflar koreys tilida. Xo'p, koreys tilida jami 40 ta harfdan iborat bo'lib, 21 ta unli, 19 ta undoshdan iborat. Xo'p, bugun sizlar bilan koreys tili harflari bilan tanishamiz. Koreys tili harflari o'zbek harflarimizdan mutlaqo farq qilgani bilan, lekin koreys tilining grammatik jihati o'zbek tiliga qaraganda, o'zbek tili bilan birga bo'lgani uchun bizga boshqa tillardan ko'ra ancha osondir. Sizlar bilan avvalo undoshlar bilan tanisha olamiz. Undoshlar koreys tilida 19 ta undoshimiz bor, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, sizlarga bu undoshlarni hammasini Telegram orqali tashlab beraman. O'sha barchasini yozilgan holatda tashlab beraman. Sizlar hozir bilishlaringiz kerak bo'lgan narsa 19 ta undoshning borligi va qanday shaklda yozilishi va qanday tovushlarga egaligini bilib olsak bo'ldi. Bizga hozir mana misol uchun birda ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi harfimizda K harfi bor. Bu K harfi boshida kelsa K, o'rtada kelsa K va oxirida kelsa nima? K harfiga ega deb yozilyapti. Endi siz bu holatda hozirgi birinchi, ikkinchi darslarimizda siz faqat birinchi harfi K holatini o'rgansangiz bo'ldi. Misol qolgan harflarimizdan ko'rib turgan bo'lsalaring N harfi, T harfi, L harfi, M, P harflarimiz bor. Bular ham birinchi harfi qaysi harf bo'lsa o'sha holatda hozircha yodlayverasizlar. Lekin ikkita unli o'rtasida kelsa yoki bo'lmasa qaysi undoshlar bilan birga kelganda o'zgarish mumkin. Bu o'zgarishlarni o'qishimiz jarayonida o'rganamiz. Hozir biz sizlar bilan bu harflarni o'rganib bo'lganimizdan keyin yozishlarni, qanday qilib bo'g'in tuzishlarni va qanday qilib yozish nimalarni o'rganamiz albatta keyingi darslarimizda. Xo'p, endi bular undoshlar. Yaxshilab ko'rib olgan bo'lsalaring, unlilarga o'tamiz. Xo'p, 21 ta unli bor, ko'rib turibsizlar. Unlilarni 3 turga bo'lganmiz. Xo'p, endi hamma joyda har xil o'tiladi. Misol uchun shaxsan o'zim shu unlilarni 3 turga bo'lib o'taman. Misol uchun birinchi guruh unlilarimiz tik unlilar, ikkinchi guruh unlilarimiz yotiq unlilar, uchinchi guruh unlilarimiz aralash unlilar. Nimaga tik unli deyishimiz sababi bu yerda tik tayoqchadan hosil bo'lgani uchun. Nimaga yotiq unli deyishimiz sababi bu yerda yotiq unlidan tayoqchadan hosil bo'lgani uchun. Aralash unli deyilishinin sababi tik va yotiq, ya'ni yotiq va tikda aralashmasdan hosil bo'lgani uchun aralash unlilar deyiladi. Xo'p, bu unlilarni hozir men yozmada har bitta unlilarni bittadan o'qib chiqamiz. Bittadan yozib ko'rsatib beraman va talaffuzlarini o'zim chiqarib berishga harakat qilaman. Xo'p, buni ham hozir sizlarga Telegram orqali rasm holatda jo'nataman. Yaxshilab tanishib chiqinglar.